milodiy 1959-yili 9-ayning 26-kuni Yoshino yerim orolda quruqlikqa chiqqan tayfun bo'rinda 5000 dan ortiq odam o'lib ketdi va yo'qolib ketdi. Tabiat keltirib chiqargan son-sanoqsiz tragediyalar, balo qazoga uchragan odamlarning taqdirida ajoyib o'zgarishlarni paydo qilsa-mu, lekin buningga qandoqmi tabiatla sababchi degili bo'lsin. Bu kuni amdili to'lg'an polqini ching quchoqlab olgan bir yosh ona dahshatlik bo'ron chapqin ichida yo'qolib ketdi. Mana bu ularning taqdirini belgilaydigan kun edi. Bu filmdagi hijron qayg'usi va visol shodligi 17 yilning oldidagi mushu kundan boshlangan. Yoshino Nobuto'ning fidokorlik ro'yi va samimiy nasihat qilish orqasida haqiqiy ahvoldan xabar topgan Yizimiko oxiri xavfdan qutulib qoldi. Kawano Shimazakini o'ziga ziyonkashlik qilishdan to'sib qilish uchun Naokoni ko'rak tutib qoldi. Nobuto darhol naq maydonga yetib keldi. Kutilmaganda Yizimiko Shimazakini dada deb chaqirdi. Shimazaki ikki qizni qo'g'dab qilish uchun o'zini Kawanoga ko'rak tutib berdi. Hamda Naoko bilan Yizimikoning holidan xabar olishni Nobutoga topshirdi. Shimazaki sağ salametdi. Buningdan xabarim yo'q. Biroq Kawano efendi, Mobada Shimazaki ikkinchi sotqa vaqtida qatnashamasa, yoki sizlarning ro'yi va jismoniy jihatdan dafsanda qilishinglarga uchursa, ustinglardan shikoyat qilaman. Buningdan xotirjam bo'ling. Uni efendimning bexatarligiga tahdid solmasin deb tutib qo'ydik. Ikkinchi sot ichilishdan burun uning bexatarligiga mutlaq kafolatlik qilamiz. Yoshino efendi, anglasam Shimazaki ota bola ikkinlarni aram xudo yashig'ili qo'ymab etibdi. Shundaq turug'liq, nemishqa uni yana qanot ostiga olmoqchi bo'lasiz? Sizni saqiltib qo'ydim. Xush kelibsiz. Qani ishga kiring. Xaro. Sizni aytib dars topdim. Dars boshlanganiga bir oy bo'lib qoldi. Maktabga bordingiz. Tayto ma'lim maktabda tutib ketdi. Nima sho'g'atdi? Kechiring. Biroq ishim haqiqatan ko'p. Sirtqa chiqib so'zlasa qandaq? Akinmi birlik hakanti. Xotirjam bo'ling. Sizning qaysimizni tanlashingizdan qat'iy nazar bizning do'stligimizga ta'sir etmaydi. Biz shundoq tutishgan, shundaqmi akin? Ha, shundoq. Uning ustiga ikkimiz bir-birimizga adovat saqlab yurganimizdan ko'ra, peshimizga kelganda ko'rganimiz yaxshiroq ekan. Qani ayting, ikkimizdan qaysimizni yaxshi ko'rsiz, ha? Qani bir nimadan aql? Nimani o'ylagan bo'lsangiz, shuni deyvering. Tushundim. Amsa yana 2 kun kutaylik. Javobingizni shu chaqda olamiz. Nimali degan bilan tunji muhabbatni hech nimaga tanqilib olmaydi. Qalb darvosini itibat qilib bo'lmag'ach, muhabbat to'lqini jo'sh urib o'rkashlamoqda edi. Hech vaqasi yo'q. Doktormi yaramning tizil saqayib ketganligini aytdi-ku. Bo'lmaydi. Men dadam bilan maslahatlashgan. Yarangiz to'liq saqaygicha qishingiz bilan hamroh bo'lgan bo'lgan. Biroq men mang'alaydigan tirsam. Yo'q, siz mendek yarlandingiz. Siz to'liq saqaymoqchi yurgim iziga tushmaydi. Sizni malol qilgan bo'ldim. Ehtiyot qiling, ha? Opparaq o'tiring. Buni ko'nglingizga olmang. Dada. Hozir Yizimiko birdan-bir tasalli bo'ladigini. Toshisokiga hamroh bo'lish. O Toshisokining holidan xabar olish jarayonida ko'nglidagi ziddiyatlarni chiqarib tashlashi mumkin. Yana bir mazgil toqat qilib turing. Baxtli bo'ldigan vaqtingizni ayt, tezlik yetib keladi. Buni bilaman. Aslida uni
Yalla unutib ketdim deb o'ylagan edim. Biroq ixtiyorsiz bu yerga kelib qopdiman. Naoko. Meni kechiring. Anisi ketdim. Bu ishdan Shimazakining xabari bo'lgan ekan. Mushu yerda turavering. Yo'q. Yana o'z uyim ketib savrchanlik bilan kutib turay. Shimazaki dadamga bo'lgan ko'nglimni ifodalashga bundan boshqa chora yo'q. Qandoq dedim? Bunda qilishini sizmi qo'llaysiz, shundaqmi? Men ketdim. Bu yer kelganligimni Toshizuki bilan Yuzmikoga aytmang. Xayr xo'sh. Sal turib turing. Efendim hazırlık geldi. Kechiring. Efendim, Otaki Koki ismlik bir kishi telefon beribdi-ekan. Otaki Koki? Rahmetlik, Otaki efendimning ofisida qiladi. Telefon berib, sizni avar qilganligimni kechiring. Sizni bu yerga chaqirib kelgandik. Muhim ishimmi yo'q edi. Sizni avar qilib qo'yibdiman. Zade nemish yuz berdi? Hech ish bo'lmadi. Kechiring. Men sizni izlamagan bo'lay. Koki, zade nemish oldi? Meni bir ish bilan izlaganmidingiz? Rost gapni qilsam. Otaki binokarlik shirkati taqilib qilish oldida turmoqda. Taqilib qilish? Akam hayot vaqtida amaliyada qurilish ko'tiri ilib, tasavvur qilg'isiz ko'p qarzga bo'g'ilib qopdi-ekan. Soni qanchalikkan? 50 million yen. Banka pulni 2-3 kun ichida to'lab bo'lishni, bo'lmasa barliq hisobotni to'xtatib qo'yganligini aytdi. O chaqda Otaki shirkati 50 million yen. Nagoyadagi uyni va Tokyodagi bu uyimizni satsaqmi, qarzga bo'ylashmadi. Bu sachchilikni sizga aytmasam bo'ladi. Ondaqda Yumiko hazır. Yengem pul qarz ag'ili chiqib ketdi. Sim famili viviskisi elib tashlangan bu qoroda hamda uninga tonish odamning soyisini ko'gilib olmaydi. Nobito uning vayron bo'lish oldi turayotganligini ko'rib turib, yordam qo'lini so'zmasa, burunqi qisqa ammo unutilg'isiz muhabbatlik hayotining saxta xiyoliy tuyg'udan iborat bo'lib qolganligini his qildi. Bundaqdan, agar pulni mushu bir qancha kun ichida oladigan bo'lsangiz, sizga ko'p degandimi? 20 million yen pul bera olamiz. Shunchalar azmi? Uyimning o'rnidan ep aytganda 1 kvadrat metr yerlar 70-80 ming yenga yaraydi. Shaxsiylik setish bahsi bo'yicha bo'lganda shundaq bo'ladi. Biroq uyingizni hozir biz kepillik olmoqchi bo'lyapmiz. Shunga davlat bahsi bo'yicha pul bera olamiz. Pa, qizib ketibdi-ku. Toshizuki hocamning putsaqi bo'lgan o'xshaydi. Yaxshi bo'ldi. U meni ishni mashq qilyapti. Qani, ber, 2, ber, 2, sol pot, 10 pot, sol pot, 10 pot, sol pot. Qaytib keldingizmi? Qaytib keldingizmi? Gepsnimi elib o'tibdi-ku. Ko'yinginingizga rahmat. Doktor kuchab harakat qilmasamni bo'ladiganligini aytdi. Shundaqmi? Bek yaxshi bo'pti. Sizni tabriklayman. Rahmat sizga dada. Rahmat sizga. Rahmat sizga aka. Meni kechiring, Toshizuki. Yuzmiko, ko'nglingizga ammang. Toshizukining putsaqaysizlar bu uydan chiqib ketadiganligimni sizga aytgandim. Esansizmi? Yuzmiko. Men Toshizukining puti menga saqaymiz bo'pti ekan deb o'ylagandim.
Yezmiko. Hechqisi yo'q. Naokoni. Tezroq qaytirib keling. Naoko. Shimazakiga bergan va'dasi bo'yicha u yerda bir mezgil turmoqchi. Naoko. Hammam qaytib kelsa bo'lmaydi. Sizning qalbimni tushunishingizni umid qilaman. Bu uyda uzoq muddat turolmaydiganligingiz menga ayon. Biroq Shimazakining Naoko'ning uning o'z qizi emasligini uqqandan keyinmi, ya'ni uningdan ayrilish ko'z qiymaganligini endi tushundim. Bu ish hozir meningmi beshimga kelyotdi. Mumkin bo'lsa, sizning qishimda turaverishingizni umid qilaman. Dada. Darvaqa sizning onangiz bor. Onangiz sizni bek sevg'inmoqda. Biroq Shimazaki bundan keyingi ishlaringizni menga havola qilgan edi. Shimazakining Naoko'dan ayrilishga ko'zi qiymagandek. Meningmi sizdan ayrilib ketishga ko'zim qiymaydi. Meningcha Toshisokimo mushundaq hissiyotda bo'lsa kerak. Yezmiko. Bu kunlarda mening holimdan nihoyat obdan xabar oldingiz. Xohlasangiz meni davomliq aka deb chaqiravering. Aka. Men yanala sizning akangiz. Kechiring. Biroq men mushuni deyalayman. Muhabbatdan mahrum bo'lishdagi qayg'u hasrat. Muhabbatdagi chegish sarguzashtilar. Taqdir kishilarga ato qilgan bir xil sinoq va qayg'u hasrat. Mushu paytning o'zida u qizg'in nimami deyalasin. Sirtqa chiqib kiray. Naoko, yesem bo'lamdi. Unutib qag'il tas qopdiman. Avval qaysi yesem bo'la? Kirin. Yezmiko. Naoko. Sana deydigan gapim bordi. O'tir. Sen Yoshino dadamning uyiga baldirroq qaytib ketgan. O'tinib qolay. Mendan hargiz ansirma. Ikkinchi soat ichilishga oz qoldi. U chog'da Shimazaki dadam uyga qaytib keladi. Agar men bu uyda bo'lmasam, o yolg'izlik va zerikishlik his qiladi. Men onam. O'z qizi bo'lgandan keyin onu men kutay. Onun ustiga Toshisokimo. Sening baldirroq qaytib kelishingni kutmoqda. Amaliyatim uning ko'nglida salla bor. Undaq emas. Seni debla uyga qaytib keldi. Shundoq.
Biroq u meni singil o'rnida ko'radi. Uning haqiqiy sevadigan faqat senla. Toshisoki deb bo'lsimi? Tezroq. Qaytib ketgan. Yana kelib. Toshisoki'ning dadasini. Dada. Shimazaki o'ldirib ketdi. Shuna o'z xohishim bo'yicha uning muhabbatiga erishishni arzu qilsam bo'lmaydi. Dada. Yezimiko, siz aytgandek, Toshisoki balkim Naokoni chin qalbidan yaxshi ko'rishi mumkin. Dada. Gapimni savrchanlik bilan anglang. Lekin Toshisoki Naokoni yaxshi ko'rgan chig'ida Naokoning Shimazakining o'z qizi emasligidan qilchi gumonlanmagan. Bilamsiz Yezimiko. Toshisoki Naokoning o'z dadasini o'ltirgan qotilning qizi ekanligini aniq bilib turug'liq, uni yanala chin qalbidan yaxshi ko'rgan. Biroq mening qalbimda yanala. Tushuntirishimga quloq seling. Shimazaki Toshisokining dadasini nemishqa o'ltirgan. Hozir uni nemishqa Kawanoning kallasini elish niyatida bo'lib yuriydi. Urushdan keyin tug'ilgan sizlardek yoshlar davlat degan bu uqumni toza obdan tushunmaysizlar. Biz kichik vaqtimizda o'g'illar cho'ng bo'lganda vatanni qo'g'dash uchun o'z hayotini taqdim qilishi, qizlar cho'ng bo'lganda vatan uchun farzand tug'ib berish to'g'risida tarbiya beriladi. Gapimni tushundingizmi? Biz uchun aytganda u davlat har vaqt kishilarni tenidan judo qiladigan bir xil g'alati maxluq, ko'zga ko'rinmaydigan yirtqich hayvon sifatida bizga kech-kunduz hamro edi. Shimazaki dal shu davlatning nomini suiiste'mol qilib cho'ntikini to'ldirgan kishilardan intiqom olmoqchi bo'lgan. Agar Toshisokining oldida xijillik his qiladigan bo'lsangiz, bu gaplarimni obdaroq o'ylanib beqing. Juring, ketaylik. Baya Naokoni aytdi. Agar Naoko bu yerda bo'lmasa, Shimazaki qaytib kelgandan keyin yolg'izlik va zerikishlik his qiladi. O'xshashlar, siz bo'lmasangiz, menmi zerikishlik his qilib qolaman. Qaytib keldinglarmi? Taloq hali sovuq ekan. Baya Otaki xonimdan telefon keldi. Ansirgida kechish yo'q. Yezimiko, uy kirib aram elam. Xonim telefonda o'zining gapini sizga yetkazib qo'yishimni aytdi. O, nimalar dedi? O Koki efendim aytgan gaplarga hargizmi quloq solmasligingizni, bundan keyin uni unutib ketishingizni, buni sizga yetkazib qo'ysamla bo'ldiganligini aytdi. Otaki xonimga biror ish bo'ptimi? Hech nima bo'lmadi. Undaqda xonim. Xotirjam bo'ling. Nobito chunqur o'yga patdi. Shu topda u o'zi sevgan odamning qishig'iga uchib berib, uni qiyin ahvoldan qutultirib chiqishni naqadar orzu qiladi.
Halbuki bu yo'lni u o'zi uzib tashlagan edi. Yezimiko o'zining bu uyda turaverishi, dadasining azob chekishining yildizi bo'lib qolganligidan qattiq xursandmoqda edi. Dada, men bir vafosiz o'g'il bo'lib qoldim. Ma'lum sabablar tufaylidan siz hayot vaqtida menga ato qilgan taftish amaldorlik vazifamdan voz kechishga majbur bo'ldim. Endilikda yana sizdan qolib qolgan bu uyni sotmoqchi bo'lyapman. Meni kechiring. Menga jiddiy pul lozim bo'lib qoldi. Tamg'inimi akeldim. Biroq bunda qoldiradigan bo'lsangiz, damalliqqa muvofiq xerida topqil bo'lmasmikin. Sizdan yanala bosh tarafdan amal qilib beqishingizni tavsiya qilaman. Sizdan o'tinib qolay. Bugun qandaqli bo'lmasin 50 million yen pul tepishim kerak. Bugunli bunchalik pulni chiqarib berishga men bir odam bir nima deyamayman. Yanala bir amal qilib hal qilib berishingizni o'tinaman. Bugun oqshomliqcha bu pulni hal qilolmasam, bir shirkat taqilib ketadi. Boshqa gapni qo'yib chaknab qiling. Buncha ular ko'p pulni keyin qanday qaytaramiz? Kokki, agar bu pul bo'lmasa, Otaki apandining 1001 japoda qurgan shirkati vayron bo'lmamdi. Lekin takalluf qilmang. Sal turib turing. Yengemga telefon berib, bu ishni u uqmay qolsin. Bu pulni o'zim topdim deb qo'ying. Yoshino apandim. Qalbimni tushuning. O'tiring. Bundaq cho'ng ishni xonimda yoshursa qandaq bo'ladi? Onunga nima deb tushundirman? Kokki, mundaq desam, balkim tushunishingiz mumkin. Yangingiz menga naytdi obdan bir qizni tug'ib berdi. Onunga javob qaytarish niyatim bor edi. Biroq ta hozirgacha uning bu yaxshiligiga javob qaytarolmadim. Biz vaqti qisqa bo'lsa-mu, bir mahal er-xotin bo'lishgan. Bu qitim bir mo'rt kelib qoldi. Bu orqali uning menga qilgan shafoatining bir ulushini bo'lsa-mu yondira olsam, intayin rozi bo'lgan bo'lardim. Yoshino apandim. Bo'ldi. Yoshino apandim. Siz yengemni yo'q, ishi kanikoni ilmi söylegan sizda. Uning bilan hamkorlashib, shirkatni obdan boshqarg'aysiz. Boshqa kun tushganda yordam bergan degan shu-da. Efendim, Yezmiko hanım o. Dada, sizni yana bir qayta mushundaq chaqirishimga ruxsat qilgaysiz. Men yanala anamning qishiq ketish qaroriga keldim. Shunga, na okon bu ek tezroq akilib bilang. U Toshisoki bilan baxtli yashsin. Dada, Yezmikoning ketishiga men sababchi bo'ldim. U men bilan bir uyda tursa, bearam bo'lganligini his qilgan gap. Uni darhol qaytarib keling. Bu uydan men chiqib ketay. Yo'q, xo'jam, unda qilsangiz bo'lmaydi. Efendim, unga nasihat qiling, u uydan chiqib ketsin. Rostini aytsam, Toshisokini olib qolgan bilan o'ltog'idek uy qolmadi. Kechiring. Bu ish bek tuyuqsiz bo'lib qoldi. Men bu uyni setib etdim. Efendim, bu sizga balduroq aytishim kerak edi, vaqt bo'lmadi. Kechiring. Dada, undaqda Yezmiko bilan Naokoni Sade qanday qilamiz?
Ne dediniz? Ana. Naoko. Dadam uyini. Sebebini uqamadım. Yizimiko öyden çıkıp ketişigila sizmi? Naoko. Siz meni qachongacha saqlatasiz? Ava. Aldırışlıqda obdan tayyorlik qilamadim. O'rinlashib olgandan keyin cho'qim to'liqlab beraman. Kechiring. Yo'q. Xotirjam bo'ling. Yezidagi dadamning ishimi bir yak berib qoldi. Mening qaytib kelishimni aytib bir qancha parcha xat yozgan edi. Biroq Naoko'ning ishini zodi qanday qilmoqchi bo'lyapsiz? Uning ishini ikkimiz to'g'rilab olamiz. Hech bo'lmaganda Toshisoki xo'jam bilan ikkalarning ishining natijasini ko'rib, ondan ketsam bo'ladi. Bo'lmasa uyga ketmayman. Yaxshi ko'nglingizga ming martaba rahmat. Biroq apandim, siz o'z qizingizni yaxshi ko'rmamsiz. Albatta yaxshi ko'raman. Naoko'nimi, Yizimiko'nimi o'xshashli yaxshi ko'raman. Dadaning ko'zlaridan bir xil qayg'u hasrat chiqib turadi. Muhabbat kishiga tasalli bersa, qayg'u kishiga azob bag'ishlaydi. Qani, qayaga qo'ysak bo'larkan? Bu yoqqa men. Bu uyning hammasi degidek setilmoqchi. Bugun ko'chib kirsangiz bo'ladi. Marhamat. Kechiring. Birov uyni ko'rib baqsam deydi. Toshisoki. Dada. Akşam uy ijara aldım. Kechiring. Uy ijara ilishib to'laydigan pulni men tayyorlab qo'ygan. Endi buningga beshingizni qattirmang. Men cho'pcho'ngli odam bo'lib qolgan tursam. O'g'il shundoq. Baribir hamon bir kun qanot chiqarib mendan ayrilib ketadingiz. Men Naoko bilan birga yashayman. Bu irodamdan helim yoltayganim yo'q. Kechiring. Bo'ldilar. Endi bu gaplarni deb o'ltamay. Ava. Obdaroq bir tamoq eting. Bu oilamizning oxir qitimliq kechki tomog'i bo'lib qolsin. Hocam. Naoko xonim bilan ko'rishdingizmi? Yap yaşlı turib, bundaq tushkilishib ketsangiz bo'lmaydi. Ava. Kettirasiz. Ava. Xonim, sizdan o'tinib qolay. Toshisoki Naoko xonim bilan birga o'ssin. Meni odamgarchilik yo'qkan desangiz mayli. Ish qilib bir qancha kundan keyin yezig'i ketaman. Bu mening oxirgi iltimosim bo'lib qolsin. Lozimni yad qo'ymag'aysiz. Ava, ularni murodiga yetkilib qo'ying. Siz onangizni tepib bo'ldingiz. Biroq Naoko xonimning onasi qishidi yo'q. Onun dadısımı öyünü haq setivetdi.
Men ketdim, xo'sh emsa. Sana deydigan gapim bor. Naoko, sendan o'tinib qolay. Toshisokining peshini ching tut. O'z dadamning qishig'i. Tezroq ketgin. Yizmiko. Bo'lmasa, mening Yoshino dadamning uydan chiqib ketganimning hech qanday ahamiyati bo'lmaydi. Sendan o'tinib qolay. Toshisokini tashlab etma. Onunla aytib qo'y. Bundan keyin men ko'ringichi bo'lmasin. Yezmiko. Keldingizmi? Sizni saqlayotganimiz xeyli uzoq bo'ldi. Naoko, javobingizni olg'ili keldik. Endi o javob berasiz. Naoko. Sizni izlab keldim. Toshisoki, tanishtirib qo'yay. Bu ikkalan bizning kaltak top komandasining a'zolari. Bu Varta Akin. Bu hujumchi Haro. Bu ikkalanning ko'ngli bek yaxshi. Ular mendan ansirab olaydan ko'ngil ketdi. Ular texi sevgi raqiblaridan. Tushundingizmi? Ular meni tanlashni qo'yibdi. Naoko. Nemish? Bu dadamning yangi adresi. Naoko, ne bo'ldingiz? Zat ne bo'ldingiz? Akin, Haro. Men kechiringlar. Men hozir dadamni yaxshi ko'raman. Toshisoki hocam. Bugün Naoko xinin bilan so'zlashgansiz. So'zlashdingizmi? Bo'ldi, so'rma, Ava. Sadi so'zlashdingizmi yo'q? Buni so'rma. Bu ishni menga topshiring. Onun bilan o'zim ko'rishay. Xinim, gapimni anglab, Toshisoki bilan yana bir qitim ko'rishib, obdan so'zlashib baqsangiz bo'pti ekan. İşkanlar ta hazırgıcı başkalarının g'emini yap. Yürek sözünlerini yüzduran turib deyiş bakmıdınlar. Toshisoki bilen astoydil bir sözleşip bakın. Allah. Toshisoki'ye aytay. At saat 11'de o sizni Piristanda küssün. Bu sizlar çoqum uçuruşup neçe vaqtdan buyon diyemey kelyotgan gapinglarning hammasini danglar. Toshisoki'ga men xabar qilay. Bu mening oxirgi talabim. Ma'qul bo'lmasangiz, bo'lmaydi. Bek kech qoldim. Kechiring. Ava. Sizmi bir rumka ichib qo'ying. Men raqsam qandoq bo'ladi? Oxirgi o'ltirishimiz bo'lib qoldi. Takalluf qilmang. Kechiring. Necha yildan buyon biz uchun ko'p jafo chekdingiz. Bo'ldi, so'zlamam, efendim. Efendim, Toshisoki hocam bilan Naoko xonimning ishini. Ava, bu ishni bilaman. Biroq yoshlar o'z ayrim so'zlashib baqsinmikin dedim. Ha? At Piristonga berib ko'rib baqsangiz bo'pti ekan.
Mening bu oxirgi iltimosimni rad qilmaysiz-ku deyman. Bu gapcha. Balkim bu ishga chatkirib olib xato qilgandiman. Biroq Toshisoki xo'jamga ichim og'rib qoldi. Uni kichigidan tortib o'zim cho'ng qilgan edim. Bu mening eng oxirgi talabim. Bu yerda u bolalik davrini o'tkazgan. Bu yer uning o'smirlik hayoti va go'zal yoshlik davrining simvoli. Shundaqla qaynoq hissiyot bilan to'lgan muhabbati va qayg'u hasratining guvohchisi edi. Yizmiko. Bag'in. Yo'q. Men bormayman. Agar bugun Toshisokiga o'zingning haqiqiy muhabbatini izhor qilmaydigan bo'lsang, umrvoyat pushaymonda qolasan. Bag'in. Toshisokini chin quchoqla. Amaliyotda u seni yaxshi ko'radi. Faqatla sen bilan uchrashqadak. Muvafiq fursat topolmagan xolos. Bundaq deganing bilan bundan keyin sen xotirjam bo'l. Mening yonimda sen men qaytirib bergan Yoshino dadam bor. Bag'in. Toshisokining quchog'iga o'zingni at. Endi uni qochirib qo'ymagin. Burungi ishlarni unutib ket. Tez Toshisokining yeniga bag'in. O seni tushunadi. Yizmiko, gapimni angla. Tezroq bag'in. Rahmat sana. Toshisokining hissiyotini qanchalik o'zgartirishimni bilmayman. Qin sinab ko'ray. Meni kechir. Bag'in, Yizmiko. Yana bir g'oyat zo'r, ammo intayin ojiz muhabbat shuning bilan dunyoga keldi. Bu Yizmikoning kishilik hayotining judun chapqinlari qarshi ilgirlab, yeng musofiq qarab yo'l og'anligidan derak berdi. Dada buningdan cheksiz xushal bo'ldi. Biroq uning xushalligiga yana bir xil qayg'u hasrat yo'shirmagan edi. Naoko. Bu yani qanday topdingiz? Akşam Toshisoki aytib bergandi. Shundaqmi?
Mondaqdan. Kiring. Bugundan boshlab mening uyim mushu bo'ldi. Qishimga qaytib kelgan chig'ingizda sizni mushundaq yerda kutib oladigan bo'ldim. Hech qisi yo'q. Mana siz bo'lsangiz bo'ldi. Onun ustiga o uyni anam uchun setib etibsiz emasmi? Bu kichikkin uy sizning samimiy muhabbatingiz bilan to'lib toshqanligini tamamen tushunaman. Shundaqmi? Sizni bu yerga Naoko avatdimi? Men sizni kutaman. Sizni menga kutaman. Naoko, tamoqni kirdim. Na qo'yman. Bu yer qo'yaylik. Ikkimiz bir tabriklab deylik. Shimazaki dadam shu topda nima yeyotgandi? Naoko. Men. Rahmat sizga. Takalluf qilmang. Naoko. Hech nima bo'lmadi. Bu Shimazakini ikkinchi sotga chaqirtishdan 3 kun burun qish edi. Ya'ni 3 kundan keyin Shimazaki ikkinchi sotda sot qilinadi. Yoshino bilan Naoko shuning bilan javri japadan qutulib rahat farog'atga erishaladimi? Shimazaki Yizimiko bilan Toshisokilarning ta'liyi o'ngdan keldimi yo'q? Natijasini uqmoqchi bo'lsangiz, bu filmning eng oxirgi qismini ko'ring.